Assalomu alaykum. Hormatli Aka. Mashinani yudirib qo'yishmabdi-ku, aka. Etudi-yu, mashinani yudirib qo'yinglar deb. Etishuvda shu holatda ko'raverning, hech narsa qilmaydi. Aka, biz bunaqa holatda ko'ra olmaymiz, ishimizga javob bermaymiz agar bunaqa holatda ko'radigan bo'lsak. Bo'ptimi, siz shoshmay turing, hozir 15 minutda bolalar mo'yka qilib yuboradi. Yoki biz unaqa ko'p kuta olmaymiz, sizdan keyin ham klientlar bor-da, aka. Bo'lmaysiz. Kibr. Akalar, hozir ko'rib o'tgan holatimiz bizda почти har kuni bo'ladi. O'shaning uchun ham sizlarga video qilib chiqamiz. Iltimos qilib qolgan bo'lardi. Akalar, mashinanglarni ko'rsatishdan oldin 1 soat oldin mo'yka qilib, chiroyli holatga olib kelib qo'yinglar. Bizani bolalar ham kelib buni ko'rib qiynalishmaydi. To'g'ri aytasiz aka, 1 kun oldin mo'yka bo'lgan deysiz, lekin iminni shu qora mashina 1 kun ichi tugul 1 soatda chang bo'lib, usti yomon holatga kelib qoladi, lekin uni ko'rganda bolalar qiynalishadi. Siz aytishingiz mumkin, "Keversin, 20 minut, yarim soatda mo'yka nari beri nimani hal qiladi" deysiz. Akalar, bizda har doim hamma narsa soatiga to'g'ri keladi-da. O'shaning uchun sizdan keyingi zakaz kutib qolmasligi uchun, undan keyingi zakaz kutib qolmasligi uchun sizga bitta mashinani mo'yka qilib, akkuratli holatda ko'rsatib oling. Bu narsa sizga iltimos bo'ladi. Bizani har doim operatorlarimiz sotayotgan odamga telefon qilib, "Aka, mashinangizni yudirib qo'ying, bolalar qiynalmasin" degan narsani berib ketadi. Sizga bu narsani biz kibrdan emas, pulimiz ko'plikdan emas, iltimos tariqasida yetkazib qo'yamiz. Aka, mashina olishingizdan oldin chiroyli holatda ko'rsatib oling, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi.